Ey Robbimiz, mag'firatingni so'raymiz. Qaytishlik faqat sening huzuringdadir. Ey Robbimiz, agar unutsak yoki xato qilsak bizni koyima. Ey Robbimiz, bizdan ilgari o'tganlarning zimmasiga ortgan mashaqqatni bizning zimmamizga ortma. Ey Robbimiz, toqatimiz yetmaydigan narsani bizga yuklab tashlama. Bizlarni avf et va kechir, hamda bizlarga rahm qil. Sen bizning hojimizsan, bas bizlarga kofirlar qavmi ustidan g'oliblik ato et. Ey Robbimiz, bizlar senga iymon keltirganmiz. Bas bizlarning gunohlarimizni kechir va bizni do'zax azobidan asra. Ey Robbimiz, bizning gunohlarimizni va ichimizdagi isrofgarchiligimizni kechir. Ey Robbimiz, bizning gunohlarimizni kechir. Xatolarimizni o'chir va bizlarni solih kishilar qatorida vafot ettir. Ey Robbimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar bizni kechirmasang va bizga rahm qilmasang, biz albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolamiz. Qasamki, agar Robbimiz bizga rahm qilmasa va gunohlarimizni kechirmasa, albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lishimiz aniq. Ey Robbim, meni va birodarimni mag'firat qilib, bizni rahmatingga kiritgansan. Sen rahimlilarning eng rahimlisisan. Bizlarni mag'firat et va bizlarga rahm qil. Sen kechirguvchilarning eng yaxshisisan. Robbim, men sendan o'zim bilmaydigan narsani so'rashingdan panoh tilayman. Agar meni kechirmasang va menga rahm qilmasang, albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolaman. Ey Robbimiz, hisob kitob qilinadigan qiyomat kuni meni, ota-onamni va barcha mu'minlarni mag'firat qil. Ey Robbimiz, o'zingga iymon keltirdik. Bas bizlarni mag'firat qilgin va bizlarga rahm ayla. Sen o'zing rahm qilguvchilarning yaxshisisan. Ey Robbim, gunohlarimni mag'firat et va holimizga rahm ayla. Sen o'zing rahm qilguvchilarning yaxshisisan. Ey Robbim, dar haqiqat men o'zimga zulm qilib qo'ydim. Bas meni mag'firat et. Ey Robbim, o'zing meni mag'firat qilgin va menga o'zimdan keyin biror kishiga muyassar bo'lmaydigan bir mulkni ato etgin. Sening o'zinggina Vahhobdirsan. Ey Robbimiz, o'zing bizlarni va bizdan ilgari iymon bilan o'tganlarni mag'firat etgin va qalblarimizda iymon keltirgan zotlarga nisbatan gina paydo qilmagin. Ey Robbimiz, albatta sen mehribon va rahimli zotdirsan. Ey Robbimiz, bizni kofir bo'lgan kimsalarga aldanuvchi qilib qo'ymagin. Bizni mag'firat et. Ey Robbimiz, albatta sen o'zing qudratli va hikmatli zotsan. Ey Robbimiz, o'zing bizlarga nurimizni komil qilib bergin va bizlarni mag'firat et. Albatta sen barcha narsaga qodir zotsan. Ey Robbim, meni, ota-onamni, uyimga mo'min holda kirgan kishilarni va barcha mo'min va mo'minalarni mag'firat et.